Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 27-sentyabr 2025-yil navbatdagi motorolimiz o'zimizning Shahrixondan o'zi Rossiyada turib motorolimizni yoqtirib, kuzatib shu aksiya ketayotgan davrda shu motorolimizni tanladi. Akamizga radiatorli 200 motor besam asfalt. Bu motorolimizni ham oldi tarbiyatalari bor. 10 ga 5 rama. Uchkalari ichida isiydigan maykfoni bor, chip tushadi. Baland bordlik. 220 ga 130. Motorolimizni zadniy mo'stlari katta, orqa qiyagasi bor, resori pachkali, amortizator prujinalari bor. Motorolarimizning turlari kabina, bez kabina, samasval, bez samasval, radiator, bez radiatorli motorlarimiz bor. Hozir motorolda uyga olib borganni dastavka qilib olib borib tashab uydagilarga topshirib keladi. Akamiz o'zi safarda. Kelgandan keyin shu spravkasini yozib berasizlar deyapti. Kartadan pul o'tkazib berdi. Aksiyadan ulgurib olinglar. Mana o'zimizning Sharxonga sotilgan motorolda Doniyor o'zi Rossiyada uyga dastavka qilib ukasiga topshirdik mana motorolda. Damaga tegmaydi, damaga taraf qo'yadi.